import bo'yicha debetlik qarzdorligi ham bor. Bu eksportdan ham og'irroq oqibat olib keladi. Nima degani bu? Yaqinda bitta holat bo'ldi. Tadbirkor chet eldan, Xitoydan texnologiya olish uchun 70 ming dollar miqdorida pul o'tkazadi. Lekin o'sha chet eldagi tadbirkor firibgar bo'lib chiqadi. U pul o'tgandan keyin bular tarafga, bu O'zbekistondagi mahalliy tadbirkor javob berishni to'xtatadi. Natijada tadbirkor unga yuguradi, bunga yuguradi, qonunchilikda ko'rsatilgan barcha protseduralarni bajaradi, pretenzionni pismo jo'natadi, talabnoma qo'yadi, sudga beradi, sud qarorini ham chiqartiradi, uni ijroga kiritadi, ijrosi oliy sud orqali ularni oliy sudiga borish kerak va hokazo va natijada o'sha pul kelmaydi. Endi bu bitta katta udar yeyotgan tadbirkorga qo'shimchasiga nalogdan kelishadi. Og'ayni 5%, bir aytib o'tganing 15%, 30%, 50% yana 30 ming dollar atrofida, 35 ming dollar atrofida unga shtraf ham solishadi. Tadbirkor dardini kimga aytishni bilmasdan Respublika prokuraturasiga yozadi, Tashqi ishlar vaziriga yozadi. Baraka topkurlar, o'zbekistonlik tadbirkorman, yo pulimni olib beringlar, yo menga yordam beringlar deb. Na u, na bu javob beradi. Ya'ni bu shartnoma huquqiy munosabat sudga bor bo'ldi. Shundan boshqa hech kim hech qaysi joyga o'tmaydi. Men shu bo'yicha taklif bildirmoqchi edimki, mana shu Soliq qo'mitasi, Markaziy bank vakillari bo'lsa, yurist sifatida bitta taklifim bor. Agar O'zbekistondagi tadbirkor yuridik nuqtai nazardan qilish kerak bo'lgan barcha protseduralarni bajargan bo'lsa, unga nisbatan jarima solinmasligi kerak.